Xullas qarindoshlar, bitta tarvuzni olib, shunday qilib o'yib blenderga solib, undan keyin bananni shunday qilib kesib, bananni ham, tarvuzni ham, sutni ham ketma-ketlikda solib, ustidan asal bilan muzni solib blenderda shunday aylantiradigan bo'lsak, kokteyl bo'lar ekan mushti. O'xsharmikan a? deb turib birinchi kerak bo'ladigan mahsulotlar tarvuz, qop-qoragina banan, albatta chin bozor do'konimizdan bunday ichki muz qiladigan idishimizda muz, o'tin o'chkur blender. Tarvuzni kesib blenderning ichiga solishdan boshladim ishni. Ana endiki navbat bananga de. Tarvuzni orqasidan bananni sovardim. Uni orqasidan chiroyli muz qolipimizdagi muzlarni solib, albatta retseptda ko'rsatilgandagi qilib, ularni ustidan asalli chiroyli qilib solib. Endi esa eng asosiy ingredient bu albatta sut qarindoshlar. Hammasini ustidan sut solib blenderni yoqib ekanmizdek. Blenderimiz mahsulotlarni maydalagungacha qisqagina reklama. Xullas qarindoshlar, Xitoydan mahsulotlarni arzon narxga zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik o'tkazmoqdaman. Bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Pro Film shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga marhamat qarindoshlar. Bay. Kokteylni hidi shunaqangi zo'r chiqyapti. Rangini qarasanglarchi buni rangini. Qani endi tarvuz bilan banan aralashtirilgan kokteyl qanaqa bo'lar ekan degustatsiya qilib ko'ramiz. Men sizlarga buni mazasini gapirmay, sizlar eshitmanglar qarindoshlar. Mazasi prям qimmat restoranlarda beriladigan qimmat narxdagi kokteyllarga o'xshar ekan. Umuman ovqat qilishni bilmaydigan dugonanglar хотя бы sizlarga shuni qilib berar. Namyoq sifatida shu videoni jo'natib qo'yinglar-da o'sha dugonanglarga. Xullas qarindoshlar, happy end bilan tugatamiz.